بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, Ramazonga doir savol-javoblar, fiqhiy masalalar haqida suhbatni boshlagan edik. Bugun shu suhbatimizni ikkinchisini boshlaymiz. Sahardan boshlab toinki shom vaqtigacha yeb ichishlik, jinsiy aloqadan saqlanishlik ro'zani farzlari ekanligini aytib o'tdik. Mana shu farzlarni birortasi bajarilmasa, inson bir narsani yeb qo'ysa, ichib qo'ysa yoki ayoli bilan birga bo'ladigan bo'lsa, uni ro'zasi buziladi. Ro'zani qaysi tarzda buzilishligiga qarab ro'zadorga qazo yoki kafforat vojib bo'ladi. Qazo degani buzilgan ro'zani bir kuni o'rniga Ramazon oyidan boshqa kunlarda bir kun ro'za tutib berishlikka aytiladi. Ya'ni Ramazonda bir sabab bilan ro'zasini ochib qo'ygan bo'lsa, Ramazondan keyin bir kuniga bir kun tutib berishlik bu qazo deyiladi. Kafforat nima desa, kafforat ro'zani buzib qo'yganligi evaziga jarima tariqasida bir qul ozod qilishlik yoki 2 oy ketma-ket ro'za tutishlik yoki 60 kishiga taom berishlik bu kafforat bo'ladi. Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lgan vaqtda quldorlik tuzumi hali davom etayotgan edi. Islom quldorlik tuzumiga barham berishlik uchun bir jinoyat qilgan musulmonga imkoni bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda qul ozod qilishlikni buyuradi. Ana shunday qilib jamiyatda qullar ko'p bo'lgan jamiyatda hurlar jamiyati tashkil bo'lgan. Endi quli yo'q, qul ozod qilishlikka puli yo'q. Bu odam nima qiladi desa, bu odam 2 oy ketma-ket ro'za tutib beradi. Buni ham qila olmasa, sog'ligi ko'tarmaydi yoki umuman bunga iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, 60 ta miskin, 60 ta bir beva bechoraga bir kunlik taomini berishlik shu kafforat o'rniga o'tadi. Bir kun Ramazonni ro'zasini qasddan buzgan kishi uchun. Demak, qazo degani uzr bilan, bir kasallikmidi yo safarmidi, shunga o'xshash uzrlar bilan bir kun Ramazonni qazosini qoldirgan bo'lsa, ro'zasini bu qazo tutib beradi, bir kuniga bir kun tutib beradi. Yuqorida aytganimizdek, yeb ichish yoki ayoli bilan birga bo'lish kabi ishlarni qasddan qilgan bo'lsa, ro'zaligini bilib qasddan qilgan bo'lsa, bu odam endi kafforatini ham to'laydi. Demak, qazo bilan kafforatning farqi mana shunda bilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man aftara fi Ramazon fa alayhi ma 'ala al-mudahir", rawahu ad-Darqutni. Imom Darqutni keltirgan rivoyatda Payg'ambar alayhissalom kim Ramazon oyida ro'zasini qasddan ochadigan bo'lsa, unga zihor qilgan kishiga lozim bo'lgan kafforat vojib bo'ladi dedilar. Zihorni biz kechagi suhbatimizda aytdik. Zihorga nima edi? Mana shu hozir yuqorida aytib o'tgan qul ozod qilishlik, 2 oy paydarpay ro'za tutishlik yoki 60 ta miskinga taom berishlik zihorni kafforati edi. Ramazon ro'zasini qasddan ochgan odamga ham aynan mana shu jinoyatlar uchun shunday kafforat to'lashlik vojib bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi: "Al-a'rabiy fa innahu qala ya Rasululloh halaktu wa ahlaktu." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir arobiy keldida, "Ya Rasululloh, men halok bo'ldim. Men tamom bo'ldim va birovni ham halok qildim" deb keldi. Faqal "Mada sanat?" Shunda payg'ambar alayhissalom so'radilarki, "Nima bo'ldi? Nima qilding?" dedi. "Waqa'tu imra'ati fi nahari Ramazon muta'ammidan." Ramazonda kunduz kuni ayolim bilan qasddan, ya'ni atayin birga bo'lib qo'ydim, ayolim bilan birga bo'lib qoldim dedi. Faqol sallallohu alayhi va sallam a'tiq raqabatan, agar bunday bo'lgan bo'lsa,
Ro'zangni qasddan buzgan bo'lsang, bitta qulni ozod qilgin dedilar. Faqol la amliku illa raqabati hada. Men dedi, mana shu o'zimni bo'ynimdan boshqa birorta bir bo'yinga xo'jayin emasman. Ya'ni faqat o'zimgagina egalik qila olaman, boshqa meni qul ozod qiladigan ahvolim yo'q dedi. Faqol, shunda payg'ambar alayhisalom unga ikkinchi yo'lni ko'rsatdilar. Sum shahrayni mutatabi'ayn. Agar qul ozod qilishga imkoning bo'lmasa, 2 oy paydarpay roza tutgin dedilar. Paydarpay degani orada biron kun ochiq bo'lmaydi. Ramazon oyi 1 oy bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 oyning ichida 1 kun qoldirgani uchun, o'sha 1 kuni uchun paydarpay orada hech ochmasdan uzluksiz 2 oy roza tutishlikni buyurdilar. Faqol va hal ja'ani ma ja'ani illa min as-sawm. Shunda Arobiy aytdi, "Ya Rasululloh," dedi, "Meni boshimga kelgan narsa roza sababli kelmadimi o'zi? Ro'zada eplolmaganim uchun ayolim bilan birga bo'lib shu narsa kelib qolmadimi? 2 oyda men qanday tutib beraman?" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom 3-yo'lni aytdilar. Agar unga ham qodir bo'lmasang, at'im 60 miskinan. 60 ta miskinga taom bergin. Ya'ni miskinni 1 kunlik ovqatini qilib bergin, 60 ta miskinga ovqatini bergin dedi. Shunda odam Arobiy aytdiki, la ajidu. Uni ham qila olmayman. Ularga ovqat berishga ham pulim yo'q dedi. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بفرق من تمر ويروى بعرق فيه 15 ساعة. Shunda payg'ambar alayhissalom unda kutib turgin dedilar. Va payg'ambar alayhissalomga bir idishda, katta bir idishda xurmo keltirildi. Bir rivoyatda 15 so dedilar. Shu xurmoni bir soyimiz 2 kilo bo'ladigan bo'lsa, demak qancha bo'ladi? 30 kilo shuni atrofida xurmo keldi. Vaqol farriqha ala al-masakin. San uchalasiga ham kuching yetmaydigan bo'lsa, endi nima qilamiz? Mana shu xurmoni olginda endi bechoralarga bergin, faqir bechoralarga bergin dedilar. Shunda Arobiy aytdiki, zo'r Arobiy ekanda, "Vallohi ma bayna labatayil Madina ahadun ahwaju minni va min ayali" dedi. Allohga qasamki, mana shu Madina toshloqlari ichida, Madinada dedi, men va oilamdan ko'ra kambag'alroq odamning o'zi yo'q dedi. Eng kambag'al o'zimman dedi. Faqol kul anta va ayalik. Payg'ambar alayhisalom kuldilarda, unda o'zing bilan oilang yenglar buni. Yadzika va la yadzi ahadan ba'dak. Bu senga bo'ladi, joiz, lekin sendan keyin boshqa hech kimga bo'lmaydi dedilar. Demak, bu hukm jinoyat qilgan kishi, bizda hozir quldorlik yo'q. Demak, ikkitasi qoladi. 2 oy paydarpay roza tutib berishligi, uni qila olmasa 60 ta miskinga ovqat berishligi kerak bo'ladi. Yana bir aniqlab ketishimiz kerak. Bitta odamni bir kunlik ovqati necha so'mga to'g'ri keladi? Shu bugunlik kunda o'rtacha ovqat 10 ming bilan to'yadimi bitta odam? 20 ming bilan to'yadimi? 50 mingmi? Bo'ladi. 50 ming bilan to'yadigan bo'lsa, shuni 60 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Demak, shu voqelikdan kelib chiqadi. Ha? Miskin taom deb quruq haliga buxonka bermaymiz-da, yoniga bu narsa ham bo'lish kerak. O'sha o'rtacha ovqat, bu haliga juda bir yuqori nima emas, o'rtacha ovqat bilan nima qilinadi? 60 ta miskinning qorni to'ydiriladi. Demak, mana shu kafforat bo'ladi. Endi ro'zani biz qazo va kafforat ekanligini aytdik. Kafforat faqatgina Ramazon ro'zasini uzursiz ochganlar uchun tayin qilinadi. Yaxshi bilaylik. Boshqa turdagi ro'zalarni ochib yuborgan odamlarga kafforat yo'q. Faqatgina o'sha ro'zani qazosi bor. Misol uchun nazrni niyat qildik, yo'inki boshqa bir nafl ro'zani niyat qilgan bo'lsak, buzib qo'ydik. Shunda faqatgina o'sha buzib qo'ygan kunimiz uchungina bir kuniga bir kun keyin tutib beramiz. Unda kafforat degan narsa yo'q.
Faqatgina kafforat Ramazon ro'zasida bo'ladi. Endi kim Ramazonda ozuqa yoki darmon bo'ladigan biror narsani qasddan yesa, ichsa yoki ayoli bilan birga bo'ladigan bo'lsa, bunga endi nima bo'ladi? Kafforat vojib bo'ladi. Menimcha bu masala tushunarli bo'ldi. Endi ozuqa sanalmaydigan, odam odatda uni yemaydigan narsalarni tanovul qilishlik haqida ham masalalar bor ekan. Bunday kishilarga faqat qazosi vojib bo'ladi. Misol uchun, odam xom guruchni yesa, odatda odam xom guruchni yemaydi, hamma pishirib yeydi guruchni. Yoki xamirni yesa, ko'p miqdorda tuzni yeb qo'ysa, pishmagan mevani yesa, yeb bo'lmaydigan pishmagan mevani-da, ba'zi mevalarni pishmaganini ham yesa bo'ladi. Misol, o'rikni pishmaganini ham, pishganini ham yesa bo'ladi. Bundan maqsad yeyish qiyin bo'lgan narsalar. Tishlar orasida qolgan no'xatdan katta narsani yeyishlik. Bu tishlar orasida qolib ketgan narsa so'lak hukmida bo'ladi. So'lakni yutib olsangiz, haligi bo'lmaydi-ku, ro'za ochilmaydi-ku. Endi o'shandan katta, no'xatdan katta narsalar endi u tishlar orasiga qolmaydi. Ana shu narsalarga esa paxta, qog'oz, teri, tosh, tanga kabi narsalarni tanovul qilsa, bunga nima bo'ladi? Faqat qazosi vojib bo'ladi. Bir kuniga bir kun tutib beriladi. Ikkinchi, ovqat yoki dori-darmon shar'iy uzr, bemorlik, safar yoki majburlash, xato e'tiborsizlik hamda shubha sababidan tanovul qilishlik. Misol uchun, dori yemasak bo'lmaydi. Shar'iy uzrmi? Kasalsiz. Dorini yedingiz. Safarga chiqdingiz. Safarga chiqqan odamdan ro'za nima bo'ladi? Tutmasa unga ruxsat beriladi. Tutsa afzal deyiladi. Bu odam ham bir kuniga bir kun tutib beradi. Qazo vojib bo'ladi. Yoki majburlab birov suv ichirsa sizga, bunda ham bir kuniga bir kun. Xato bilan. Misol uchun bir masdan suv ichib qo'ydingiz, ro'zaligi esdan chiqib ketdi. Esingizga kelib qoldi. Men suv ichib qo'ydim-da deb yana davom etib ketsangiz, bu xatoan ochilgan bo'ladi. Aslida sizning ro'zangiz ochilmagan edi, bilmaganingiz uchun. Chunki payg'ambar alayhisalom aytadilar, kim bilmasdan suv ichib qo'ysa, Alloh taolo uni nima qilgan? Sug'organ bo'ladi, ro'zasida davom etaversin deganlar. E'tiborsizlik bilan yoki shubha sababidan tanovul qilib qo'ysa, shubha qanaqa bo'ladi? Hali vaqt bor-ku desa, misol uyning pardasi yopiq turibdi, qorong'i ko'rinib turibdi, hali vaqt bor-ku deb ovqatni yeyaversa, bunday qarasa tashqari yorishib qoldi, bomdod bo'lib qoldi. Mana shunday odamlar nima qiladi? Faqat qazosini tutib beradi. Uchinchisi, o'zini ixtiyori bilan ichiga tutunni yutsa. Hidlab, misol uchun, qazarisponmidi, yoki sigaretmidi, yoki shunga o'xshash tutunli moddani ataylab yutsangiz, ro'zangiz ochiladi. Ammo o'zi kirib ketsa, bir yoqda bir narsa qazon yonyapti, siz o'tib ketyapsiz, burningizga istamasangiz ham kirib ketyapti uni ichi. Unda ochilmaydi. To'rtinchisi, bir odamni majburlashi yoki aldov yo'li bilan ro'zani ochtirib yuborsa, bunga ham bir kunga bir kun tutib berasiz. Aldasa sizni. Nima desa, quyosh botdi, kun qachon edi desa, yo hali saharlik vaqti bor, hali yeyavering desa, aldanib qolasizmi? Yoki majburlasa sizni, og'zingizdan suv quysa ushlab. Shunda ham bir kuniga bir kun tutib berasiz. Beshinchisi, saharlik vaqti hali chiqqani yo'q degan gumon bilan yeb ichishda davom etsa o'zingiz, hali vaqt bor-ku deb. Va borib qarasangiz, saharlik vaqti chiqib ketgan bo'lsa, yoki iftor vaqti bo'ldi deb havo bulutida og'izni ochib qo'ysangiz, hali iftor vaqti bo'lmagani ma'lum bo'lib qolsa, bu odam ham qazosini tutib beradi. Ya'ni bir kuniga bir kun tutib beradi. Oltinchisi, qasddan og'zi to'la qussa ham ro'za tutadi. Qasddan degani qayd qilishlikda ikki xil ko'rinishi bor. Inshaalloh ertangi suhbatda matnlarni o'qiganimizda bu narsa keladi. Qo'lingizni tiqib